Nihoyat 35 yil deganda O'zbekiston futbol bo'yicha jahon chempionatiga chiqdi. Afsuski bizning jamoamiz Amerikaga borib yurtdoshlarni xursand qilish o'rniga 11 ta gol o'tkazib yubordi. Bilmayman, jamoamiz jahon chempionatiga chiqqani uchun quvonaylikmi yoki guruhdan chiqa olmay qaytganiga achinaylikmi. Har nima bo'lganda ham 2026-yilgi jahon chempionati hali tugagani yo'q. Sizningcha bu safar chempion kim bo'ladi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirsangiz xursand bo'lardim. Ochig'i men futbolni ashaddiy muxlisi emasman. O'yinlar natijalarini asosan xabarlardan kuzataman. Lekin jahon chempionati paytida deyarli har safar bir gapni eshitaman. Bu o'yin sotilgan. Shunda menda bir savol tug'iladi. Nega umuman futbol bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladi? Nega davlatlar bitta turnir uchun milliardlab dollar sarflashga tayyor? Albatta ko'pchilik chunki futbolni milliardlab odamlar tomosha qiladi deb javob beradi. Bu to'g'ri, futbol qadim zamonlardan beri odamlarning hordiq chiqarishi, hayajon olishi va bir-biri bilan raqobat qilishi uchun xizmat qilgan. Bugun ham uni o'ynash uchun ko'p narsa kerak emas. 4 ta toshni darvoza qilib qo'ysangiz, bitta to'p topsangiz bo'ldi, o'yin boshlandi. Lekin oddiy ko'cha futboli bilan jahon chempionati o'rtasida juda katta farq bor. Jahon chempionatini tashkil etish uchun ulkan stadionlar quriladi. Maxsus formalar va boshqa narsalar kerak bo'ladi. Bunday loyihalarni oddiy odamlar emas, balki boylar, yirik sarmoyadorlar va davlatlar moliyalashtiradi. Savol shundaki, nega ular bunga shuncha mablag' tikadi? Axir hech bir boy yoki siyosatchi o'ziga foyda keltirmaydigan ishga milliardlab dollarlar sarflamaydi. Demak, futbolning bugungi o'rnini tushunish uchun maydondagi o'yinning o'ziga emas, balki uning ortiga turgan iqtisodiy va siyosiy manfaatlarga ham qarash kerak. Buning uchun esa avvalo futbolning tarixiga nazar tashlaymiz. Ko'pchilik futbolni inglizlar o'ylab topgan deb o'ylaydi. Aslida esa bu to'liq haqiqat emas. FIFA ma'lumotlariga ko'ra futbolga eng o'xshash o'yin bundan qarab 2300 yil oldin Xitoyda paydo bo'lgan. U kuju deb atalgan bo'lib, askarlarni jismoniy tayyorlash uchun mashq sifatida o'ynalgan. Ular charm to'pni oyoqlari bilan baland darvozalardan o'tkazishga harakat qilishgan. Keyinchalik Yaponiyada Kamari, qadimgi Yunonistonda Kiros, Rim imperiyasi esa Harpastum kabi to'p o'yinlari paydo bo'ldi. Ularning qoidalari har xil bo'lsa-da, barchasini birlashtirib turadigan jihat bitta edi: to'p va jamoaviy raqobat. Ammo bugungi futbolning shakllanishida eng katta rolni Angliya o'ynaydi. O'rta asrlarda bu yerda futbol bugungidek tartibli sport emasdi. Ba'zan butun bir qishloq boshqa qishloqqa qarshi o'ynardi. Maydonning ham, o'yinchilarning ham soni aniq chegarasi bo'lmasdi. Shu sababli 1314-yilda qirol Edvard II futbolni taqiqlaydi. Qizig'i shundaki, bu taqiq turli hukmdorlar davrida qariyb 300 yil davom etadi. Shunga qaramay futbol yo'qolmadi. 19-asrga kelib ingliz maktablari va universitetlari futbol uchun yagona qoidalarni ishlab chiqishni boshladi. Nihoyat 1863-yilda Angliya futbol assotsiatsiyasi tashkil etildi va zamonaviy futbolning asosiy qoidalari belgilandi. Shundan keyin futbol butun dunyoda tarqala boshlandi. Ingliz savdogarlari, muhandislari va dengizchilari uni o'zlari bilan boshqa mamlakatlarga olib bordilar. Avval Argentina, keyin Janubiy Afrika, AQSh, Yaponiya va boshqa davlatlarda klublar tashkil topdi. 1904-yilda esa Parijda FIFA tuzildi va futbol xalqaro tizimga aylandi. Ammo eng qiziq savol endi boshlanadi. Nega oddiy xalq o'yini qisqa vaqt ichida milliardlab dollarlik sanoatga aylandi? Nega davlatlar jahon chempionatini o'tkazish uchun ulkan mablag' sarflaydi va futbol ortidagi haqiqiy manfaatlar nimalardan iborat? Bu savollarga javob berish uchun avvalo sanoat inqilobi natijasida shakllangan kapitalistik tizimning ayrim ijtimoiy oqibatlariga e'tibor qaratish kerak deb hisoblayman. Chunki texnologik taraqqiyot tufayli zavodlarda ishlab chiqarish keskin tezlashdi va mahsulot hajmi ortdi. Natijada aholi soni ham tez o'sa boshladi. Biroq bu jarayonning salbiy tomonlari ham mavjud edi. Qishloqlardan shaharlarga ommaviy ko'chishlar kuchaydi. Zavodlarda ishchilar soni ortdi, ammo ularning siyosiy huquqlari deyarli yo'q darajada edi va mehnat hamda yashash sharoitlari juda og'ir bo'lib qoldi.
Aynan shunday sharoitda zamonaviy futbolning vatani hisoblangan Angliyada oddiy xalq orasida chartistlar harakati deb nomlangan yirik ijtimoiy va siyosiy harakat yuzaga keldi. Angliya ishchilari juda kam ish haqqi evaziga haftasiga 6-7 kun, kuniga esa 12-16 soat ishlashga majbur edilar. Ular bu sharoitni o'zgartirish va siyosiy huquqlarga ega bo'lish uchun kurash boshladilar. 1838-yildan 1857-yilgacha davom etgan bu harakat oxir-oqibatida o'z samarasini ham beradi. Garchi chartistlarning barcha talablari darhol qabul qilinmagan bo'lsa-da, hukumat va sanoatchilar ishchilar manfaatini hisobga olishga majbur bo'ladilar. Keyingi yillarda mehnat sharoitlari asta-sekin yaxshilanib, ish vaqti qisqaradi hamda ishchilarning dam olish vaqti ko'payadi. Endi kimdir buning futbolga nima aloqasi bor deb so'rashi mumkin. Tasavvur qiling, siz 19-asrda yirik zavod egasisiz. Daromadingiz zavodingizda ishlab chiqarilgan mahsulot hajmiga bog'liq. Tabiiyki, imkon qadar ko'proq foyda olish xohlaysiz. Buning uchun esa zavoddan ko'proq mahsulot ishlab chiqarilishi kerak. Shu sababli ko'plab sanoatchilar ishchilarning imkon qadar uzoqroq ishlashini istashardi. Ammo yuqorida aytilgan ijtimoiy harakatlar natijasida ishchilar dam olish kuniga va qisqartirilgan ish vaqtiga ega bo'ldilar. Bu esa zavodlarning ishlab chiqarish hajmini va daromadiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatdi. Bundan tashqari endi shaharlarda minglab ishchilar bo'sh vaqtga ega bo'la boshladilar. Bir kun bo'lsa ham ishdan bo'sh qolgan odam nima bilan shug'ullanadi? Bu nafaqat sanoatchilar, balki hukumat uchun ham muhim savol edi, chunki katta miqdordagi bekor qolgan odamlar orasida tartibsizliklar, ommaviy namoyishlar yoki jinoyatchilik xavfi ortishi mumkin edi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, menimcha o'sha davrda xalq orasida allaqachon ommabop bo'lib ulgurgan futbol o'yini siyosatchilar va sanoatchilar e'tiborini tortgan bo'lishi mumkin. Ehtimol sportni tartibga solish, klublarni qo'llab-quvvatlash va musobaqalarni tashkil etish orqali bir tomondan odamlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish, ikkinchi tomondan esa bu jarayondan foyda olish imkoniyati paydo bo'lgandir. Albatta, bu futbolning yagona paydo bo'lish sababi degani emas, ammo uning professional sport sifatida rivojlanishida iqtisodiy manfaatlar va siyosiy omillar ham muhim rol o'ynaganini anglatadi. Buni tasdiqlovchi bir nechta tarixiy misollar bor. Masalan, 19-asr Angliyasida mushakdor xristianlik deb nomlangan harakat paydo bo'ladi. Bu oqim tarafdorlar sportni shunchaki ko'ngilochar o'yin emas, balki yoshlarni tarbiyalash vositasi deb hisoblashgan. Ularning fikricha, futbol insonni intizomli bo'lishga, jamoa bilan ishlashga, qoidalarga amal qilishga va mas'uliyatli hayot kechirishga o'rgatadi. Ya'ni futbol orqali jamiyat uchun foydali insonlarni tarbiyalash mumkin edi. Ikkinchidan, futbolning rivojlanishida zavod va korxonalarning hissasi ham katta bo'lgandi. 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida ko'plab mashhur futbol klublari aynan ishchilar tomonidan tashkil etilgan. Masalan, Arsenal qurol-yarog' zavodi ishchilari tomonidan, Manchester United temir yo'l ishchilari jamoasi sifatida, West Ham United esa kemasozlik zavodi ishchilari orasida vujudga kelgan. Uchinchidan esa ish vaqtining qisqarishi ham futbolning ommalashishiga katta turtki berdi. Avvallari ishchilar deyarli butun kunini zavodda o'tkazgani uchun sport bilan shug'ullanishga yoki o'yinni tomosha qilishga vaqtlari bo'lmas edi. 19-asr oxiriga kelib, shanba kuni yarim kun dam olish odati keng tarqaldi. Natijada minglab ishchilar stadionlarga borish va futbol o'ynash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bu yerda tarixdagi yana bir muhim misolni eslashimiz mumkin. Qadimgi Rimda hukmdorlar xalq uchun katta tomoshalar uyushtirib, ularni e'tiborini siyosiy muammolardan chalg'itishga harakat qilgan. Bu non va tomosha siyosati deb atalgan. Albatta, zamonaviy futbolni gladiator janglari bilan tenglashtirib bo'lmaydi, ammo tarix shuni ko'rsatadiki, ommaviy tomoshalar ko'pincha nafaqat hordiq chiqarish, balki siyosiy va ijtimoiy vazifalarni ham bajargan. Tarixchilar Erik Hobsbawm va Toni Masson ham futbol sanoat jamiyati bilan chambarchas bog'liq bo'lganini ta'kidladi. Ularning fikricha, futbol shunchaki o'yin emas, balki ishchilar madaniyati va yangi shahar hayotining ajralmas qismiga aylangandi. Lekin vaqt o'tishi bilan futbolning yana bir muhim tomoni yuzaga chiqdi.
boylar va tadbirkorlar bu o'yinda juda katta iqtisodiy imkoniyat borligini anglay boshlaydilar. Chunki millionlab insonlarning e'tiborini bir joyga jamlay oladigan har qanday narsa katta daromad manbai bo'lishi mumkin edi. Dastlab futbol o'yinlarini istagan odam bepul tomosha qilardi. Ammo 1870-yillardan boshlab maydonlar atrofi devorlar bilan o'ralib, kirish pullik qilina boshladi. 1888-yilda Angliya futbol ligasi tashkil etilgach, har haftada stadionlarga 10 minglab muxlislar tashrif buyurardi. Endi klublar chiptalari orqali katta daromad ola boshlaydilar. Keyinchalik tadbirkorlar stadion devorlarini ham pul ishlash mumkin bo'lgan joy ekanini tushunishdi. 20-asrning boshlaridayoq stadionlarda Bovre, Oxo va boshqa kompaniyalarning reklamalari paydo bo'ldi. Ya'ni futbol nafaqat sport, balki reklama bozori ham bo'lib qoldi. Yana bir muhim o'zgarish futbolchilarning iqtisodiy qiymati bilan bog'liq edi. 1905-yilda Alf Common Sunderland klubidan Middlesbrough klubiga 1000 funt sterling evaziga transfer qilindi. Bu futbol tarixidagi 1000 funtdan oshgan birinchi transfer bo'lib, futbolchilar ham qimmat iqtisodiy aktivga aylana boshlaganini ko'rsatdi. Keyinchalik mashhur futbolchilar stadionlarga ko'proq muxlislar jalb qilar, gazetalar ular haqida ko'proq yozar, klublar esa katta daromad olardi. Bugungi kunda Messi yoki Ronaldo reklamalardan millionlab dollar topayotgan bo'lsa, bu tizimning ildizi aynan o'sha davrga borib taqaladi. Futbolning rivojlanishidan gazetalar ham foyda ko'rdi. Sporting Life va Athletic News kabi gazetalar futbol natijalari va tahlillarini muntazam chop eta boshladi. Dam olish kunidan keyin muxlislar sevimli jamoasi haqida o'qish uchun gazetalarni sotib olar, natijada sport gazetalarining tijorati keskin oshardi. Gazeta esa reklama orqali katta daromad topa boshladi. Shu tariqa futbol oddiy ko'cha o'yinidan dunyoning eng yirik sanoatlaridan biriga aylandi. Uning eng katta boyligi stadionlar yoki futbolchilarning o'zi emas, balki millionlab insonlarning e'tibori edi. Aynan mana shu e'tibor keyinchalik futbolni xalqaro miqyosdagi eng daromadli sportga aylantirdi. Shu omillar tufayli bugun futbol jahon miqyosida o'tkaziladigan global bir o'yinga aylandi. Negaki futbol bugungi kunda avvalo hukumatlar uchun katta siyosiy imkoniyatdir. Davlatlar jahon chempionati orqali o'zini butun dunyoga tanitadi, investorlarni jalb qiladi va xalqaro maydonda o'z obro'sini tozalaydi. Siyosatshunoslar buni sport washing, ya'ni sport orqali davlat imijini yaxshilash deb atashadi. Bunga tarixdan misollar ham bor. Masalan, 1934-yilda Italiyada o'tkazilgan jahon chempionatida Benito Mussolini futbolni fashistik hukumat qudratini namoyish qilish vositasiga aylantirdi. 1878-yildagi Argentinadagi harbiy hukumat ham jahon chempionatidan xalqaro obro'sini yaxshilash hamda fuqarolarning e'tiborlarini boshqa yerga yo'naltirish vositasi sifatida foydalandi. Lekin futboldan faqat hukumatlar emas, kompaniyalar ham katta foyda ko'radi. Masalan, 2022-yildagi jahon chempionatidan FIFA taxminan 7,5 milliard dollar daromad oldi. Bu mablag'ning asosiy qismi teletranslyatsiya huquqlari, reklama va homiylik shartnomalaridan tushgan edi. Shuning uchun Coca-Cola, Adidas, Visa kabi kompaniyalar futbolga milliardlab dollarlar sarflaydi. Chunki final uchrashuvini 100 millionlab, ba'zan milliardlab insonlar tomosha qiladi. Bir necha soniyalik reklama ham kompaniyaga butun dunyo bozoriga chiqish imkonini beradi. Futbolning bugungi biznes modelini yaratishda FIFA prezidenti Joao Avallengo muhim rol o'ynagan. U 1970-yillardan boshlab FIFAni yirik xalqaro kompaniyalar bilan yaqin hamkorlik qilishga olib chiqdi. Natijada futbol global marketing maydoniga aylandi. Keyinchalik televideniya bu jarayonni yanada tezlashtirdi. Masalan, Angliya Premier Ligasining 2025-28-yillari uchun Buyuk Britaniya teletranslyatsiyasi huquqlari 6,5 milliard funt sterlingga sotildi. Bu esa zamonaviy futbolda eng qimmat narsa stadion emas, balki o'yinni kuzatayotgan tomoshabinning e'tibori ekanini yana bir bor isbotlaydi. Endi yana bir savol tug'iladi. Bunday ulkan mablag'lar aylanadigan tizimda barcha jarayonlar mutlaqo shaffof bo'lishi mumkinmi?
Bu savolga har kim o'zicha javob berishi mumkin, ammo FIFA tarixidagi eng yirik korrupsiya mojarolaridan biri 2025-yilda yuz bergani ham haqiqat. O'sha yili FIFAning bir necha yuqori lavozimli amaldorlari poraxo'rlik va moliyaviy firibgarlikdan ayblanib, xalqaro tergovga tortilgandi. Bu shuni anglatadiki, jahon chempionati mezbonligini qo'lga kiritish shunchaki futbol o'tkazish masalasi emas. Uning ortida milliardlab dollarlik qurilishlar, reklama shartnomalari, turizm daromadlari va davlat nufuzi turadi. Katta manfaatlar mavjud bo'lgan joyda esa manfaatlar to'qnashuv va korrupsiya xavfi ham paydo bo'lishi mumkin. Demak, bugungi futbolni tushunish uchun maydondagi 22 nafar futbolchiga qarashning o'zi yetarli emas. Maydon ortida ham siyosat, iqtisod va milliardlab dollarlik biznes o'z o'yinini o'ynamoqda. Agarda bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizningcha zamonaviy futbol ko'proq sportmi yoki katta biznesmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.